Akajon, Kut avtosalonimizga xush kelibsiz. Akajon, bitta Qaror Gentracha olmoqchi edim. Bo'ldi aka, hozir 100% to'lovini qilsangiz, Gentrace 1 yildan keyin chiqadi. 1 yildan keyin chiqsa, u qaysi payt chiqadi? Ertalab chiqadimi yoki obeddan keyinmi? Dadajon, yaxshimisiz? Men sizga Kut avtosalonidan Nima avtosalon? Kut dadajon, Kut avtosalonidan Qaror Gentrace zakaz berdim. 1 yildan keyin chiqar ekan. Chiqqandan keyin mana shu plakatni yopishtirib, dadajonimga deb sizga sovg'a qilmoqchiman. Bu bolam 1 yildan keyin chiqadi deyapsan, bu obedgacha chiqadimi yo obeddan keyin chiqadimi? Muqayyabcham qachon kelyapti? Obedgachami? Yo'qsan, yo'q. 1 yildan beri mashinangni kutaman. Butun qo'shnilarga aytdim. O'sha Kut avtosaloningga ham, o'sha Qaror Gentrace'ga ham to'y qilin. Dadajon, balki bu hayot bizga bergan sinovidir. Dir balki, ha? To'y qol ko'zimga ko'rmonim. Hammasiga kulib qo'ydim. Takrorlayman. Hammasiga kulib qo'ydim.